Qadrli kuzatuvchilar, bugun erta tongdan O'zbekistonda super kontrakt bekor bo'ldi sarlavhasi ostida ko'plab yangiliklar tarqalmoqda. Ushbu masalaga oydinlik kiritmoqchiman. O'zbekistonda super kontrakt bekor bo'lgani yo'q. Demak, 2017-yilda Vazirlar Mahkamasining 393-sonli qarori bilan abituriyentlarga qo'shimcha imkoniyat yaratish maqsadida xalq tilida aytganda super muper yoki giper kontrakt tartibi tasdiqlangan edi. Ushbu tartib bekor bo'ldi. Bu qanday tartib edi? Demak, o'tish balli mavjud. O'zbekistonda har bir OTMga kirish uchun o'tish ballini to'plash kerak. 56,7 ball ushbu o'tish balli. Ushbu ballni ham to'play olmagan abituriyentlarga qo'shimcha imkoniyat yaratilgandi. Ya'ni mavjud super kontraktning maksimal miqdoriga 2 barobarda to'lash kerak edi. Misol uchun, qaysidir yo'nalishda super kontraktning maksimal miqdorini 100 million deb oladigan bo'lsak, demak ushbu abituriyent 200 million to'lagan taqdirda ushbu OTMda o'qish imkoniyati yaratilar edi. Ushbu tartib 2025-yil 10-sentyabrda Vazirlar Mahkamasining 578-sonli qarori bilan bekor bo'ldi. Ya'ni endilikda 56,7 ballni to'play olmagan abituriyent davlat OTMsida qo'shimcha 2 barobarlik super kontraktda o'qiy olmaydi. Ushbu imkoniyat bekor bo'ldi.